To'g'ri kelyapmanmi? Ha, chapro, ha. Aha. Keling. Keling. Uchiga qara. Aha. Uch to'g'ri kelyaptimi? To'g'ri, ha. Ha, uchini to'g'rila. Qayga to'g'ri? O'zingga to'g'rilamaysan, gilamga to'g'rila. Ha, bo'ldi. To'g'ri keldimi? To'g'ri keldi, ha. Qochib tur endi tiqaman. Ana, kirdimi? Teknologiya. Xitoyliklarning ham damini berib qo'yaman men. Yo, tankaga o'xshadi, tankaga. Hozir. Endi qochib tur joyga borib qo'yaman. Qoch. Uchiga ehtiyot bo'l. Usta, nima o'zi bitta ishlaysiz? Sen tanlang joydami? Bu qanaqa joyligini bilasanmi? Yo'q. Respublikada yagona bo'lgan sakti bor-ku. Rasmiy gilam bazasi Andijondagi mashhur bo'ladi. Eng arzon gilamlar chetda xohlasang donalab ol, xohlasang optimiga ol. Uyingga gilam oldingmi? Qaytlarinda kesish qaytlarida tikish kerakmi? O'zlari masjidda o'zida upoka qilib bu sapalamatingga qanday tushadi? Xuddi shunaqa polga gilam tushadigan qilib cho'tga qilib berishadi-da. Men ham o'zi bor, dahshat ishlayman. Bitta uchun bunday moslab tiqib qo'ydim, ko'rdingmi? To'g'ri. Bitta ishchilar ham shunaqa, hammasi gilamni shunaqa uyingga moslab tiqadi, joy-joyga joylashadi. To'ying nima bo'ldi? Bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Ha, gilam top beranmadingmi? Yo'q. Shuncha gilam turib, so'ra sen Rafaqachadan bittasiga gilam berib ol, uylanib olarding. 47 yashiryapsan. Bo'pti, harakatingni qil. Men ham bitta mazar yedim, 54 kirib endi uylanyapman-da. Uka, gilamlarni lubu aytgan razmeringda avellolarni o'zim ochib beraman, masjidda o'zida. Tushundingmi ba'zada? Rahmat. Hozir lavini ham tikib qo'yaman, jim tur. Yana menga yoqadigan tarafi bu gilam bazamizda bor-ku. Gilam deysanmi, joynamoz deysanmi, kavralin deysanmi, daroshka deysanmi? Ana kinolarda soladigan qizil daroshka. Ana shunaqalargacha bor. Keyin bu gilamlar o'tirib kir. Qalay ekan? Betingdan ham yumshoq ekanmi? Yana bitta ishlashni menga eng yoqadigan tarafi bu baza Jahon bozorining yonida joylashgan. Shunday zapravkani orqasida yo'lda bo'yda. Hormaylar, yaxshimisan? Mana shunaqa keldi-ketdi ko'p. Tushunyapsanmi? Odam ko'p. Yurichkarga kiraylik. Odam kelyapti, qoch.